Assalomu alaykum, meni quyon obunachilari. Bugun bizni fermachamizda bitta quyon tug'ib, bolalarini sochma tug'ib tashlabdi. Sochib, yunga o'ramay, to'rtta tuqqan ekan, 3 tasi tirik ekan. Muzlayotgan holida oldim. Ertalab. Bolalari kichkina. Quyonni o'zi ham shu bir qarashli chiqadigan karlik baran. Buni hozir bu yoqqa olib qo'ydim issiqqa. Olib qo'ydim. Onasi kichkinalikdan yungi ham kichkina. Onasini emsam, onasidan suv chiqmadi. Onlari emolmadi to'g'risi. Shunday nima qilaykin, nima beraykin, kasha beraykin. Instagram chiqib ketdi, kasha beriladi. Shunaqa gaplar. Bizni mini fermachamizda bosh qotirali ish bor.